Assalomu alaykum. Kimyobiz Telegram va YouTube kanali obunachilari. Demak, kanalimiz obunachilari uchun eksperimental tavsif asosida reaksiya tenglamalarini yozish bo'yicha navbatdagi video darsimizni boshlamoqdamiz. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni 4 ta 5 ta reaksiyani sharti matn holatda, ya'ni tavsif holatda beriladi va savolni sharti ayni reaksiya tenglamalarini yozishdan iborat bo'ladi. Ushbu tipdagi savollarimizning barchasi demak chet el adabiyotlaridan to'liq tarjima qilindi. Quyidagi demak birinchi savolni shartini ko'rishingiz mumkin. Ammoniy xlorid va so'ndirilgan ohak aralashmasi qizdirilganda gaz ajraldi. Ajralgan gaz xrom 3 nitratning suvli eritmasidan o'tkazilganda cho'kma hosil bo'ldi. Bu ikkinchi reaksiya ketdi mana. Hosil bo'lgan cho'kma vodorod peroksid va kaliy gidroksidning konsentrlangan eritmasi bilan qizdirildi. Natijada eritma sariq rangga kirdi. Uchinchi reaksiya ketdi. So'ngra ushbu eritmaga suyultirilgan sulfat kislota qo'shilganda eritmaning rangi sariqdan to'q sariq rangga o'zgardi deydi. Mana shu demak bu 4-reaksiya ketyapti. Endi aytyapti. Tavsiflangan 4 ta reaksiya tenglamasini demak molekulyar tenglama holatida demak yozing deyapti. Demak siz bilan demak birinchi mana tenglamani molekulyar holatda yozamiz. Birinchi reaksiya tenglamamiz demak ammoniy xlorid eritmasiga so'ndirilgan ohak aralashmasi qizdirilganda deydi. Shunda demak ammoniy xloridi plus demak so'ndirilgan ohak kalsiy gidroksidi. Xo'p, bu yerda demak kalsiy xloridi, xo'p, ammiak va demak bu yerda suv ajraladi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, bu yerga 2 qo'yamiz. Xlorning oldiga 2 bo'ldi, ammoniyam 2 bo'ldi. Xo'p. Suvning oldiga ham 2 qo'ysak, menimcha reaksiya teng bo'ladi. 2 3 6 12 8 10 to'g'ri reaksiya. Va bu yerda demak birinchi savolimiz shartida birinchi reaksiya bo'yicha gaz ajraldi deyilgan. Demak, birinchi reaksiyamizda ajralgan gaz bu ammiak hisoblanyapti. Xo'p. Endi ikkinchi reaksiyani shartini o'tamiz. Ikkinchi reaksiyani shartida ajralgan gaz xrom 3 nitratning suvli eritmasi dan o'tkazilganda cho'kma hosil bo'ldi deydi. Demak, ajralgan gaz ya'ni ammiak xrom 3 nitratning eritmasidan o'tkazamiz. Xrom 3 nitratga demak ammiak ta'sir qildiramiz. Hozir qo'lim sal nima qilyapti. Xo'p, plus 3 molekula suv. Xo'p, bu yoqda xrom 3 gidroksidi cho'kmaga tushadi va ammoniy nitrat eritmada qoladi. Xo'p, o'tkazilganda cho'kma hosil bo'ldi deydi. Demak, bu yerda cho'kma ikkinchi reaksiyamiz bo'yicha xrom 3 gidroksid bo'lyapti. Xo'p, uchinchi savolimizda demak uchinchi shartda hosil bo'lgan cho'kma, ya'ni hosil bo'lgan cho'kma vodorod peroksid va kaliy gidroksid konsentratsiyasi qizdirilgancha hosil bo'ldi deydi. Xo'p, demak uchinchi reaksiyada hosil bo'lgan cho'kmamiz, ya'ni xrom 3 gidroksidi, ko'kda yozish kerak edi. Xrom 3 gidroksidi, vodorod peroksid va kaliy gidroksidning konsentrlangan eritmasi bilan ta'sirlashdi deydi. Cho'kmani demak bu eritib yuboradi. Natijada kaliy xromat, kaliy 2, xrom 14 va demak suv hosil bo'ladi. Demak, reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, kaliy xromatni oldiga va xromni oldiga 2, vodorod peroksidni oldiga demak 3, kaliyni oldiga 4, suvni oldiga demak 8 qo'ysak tenglashadi. Xo'p, natijada sariq rangga kiradi deydi.
Demak, bu xromat tuzi. Xo'p, buni belgilab olamiz. Endi mana sariq rangga kiradigan joyni belgilab oldik. Xo'p, endi 4-reaksiyaga o'tamiz. 4-reaksiya tenglamasi. Xo'p, so'ngra ushbu eritmaga suyultirilgan sulfat kislota qo'shilganda deydi. Ya'ni kaliy xromat eritmasiga suyultirilgan sulfat kislota eritmasi qo'shilgan paytdagi jarayonni ko'rib chiqamiz. Demak, suyultirilgan sulfat kislota qo'shilyapti bunga. Xo'p, jarayonda kaliy bixromati hosil bo'ladi va kaliy sulfat va suv hosil bo'ladi. Xo'p, keyin sariqdan to'q sariq rangga kiradi deydi. Demak, to'q sariq bo'lsa, bu kaliy bixromatni nimasi bo'ladi? Demak, savol shartida berib o'tilgan 4 ta reaksiya uchun barcha reaksiya tenglamalarini molekulyar shaklda yozib, ularni demak tenglashtirish amallarini bajarib o'tdik siz bilan. Endi yana bitta shunday reaksiyalarda ketma-ketligi bo'yicha savolni ko'rib o'tamiz. Ikkinchi savol. Natriy peroksid sulfat kislota bilan kislotali muhitda keltirilganda kaliy permanganat eritmasi solindi. Reaksiya natijasida ajralgan gaz muhitidan kukunsimon temir yondirildi deydi. Reaksiyada ajralgan gaz muhitida kukunsimon temir yondirildi. Hosil bo'lgan qora rangli qattiq modda yodid kislota eritmasiga solindi. Hosil bo'lgan temir birikmasi ajratib olinib, suvda eritildi va natriy karbonat bilan aralashtirildi. 4-reaksiya bo'lyapti. Ushbu tavsiflangan 4 ta reaksiyaning molekulyar tenglamalarini yozing degan, demak, savol sharti ekan. Birinchidan boshlaymiz savolni yechimini. Demak, birinchi savol aytyapti, birinchi reaksiyaning sharti natriy peroksid sulfat kislota bilan kislotali muhitda keltirilgan kaliy permanganatni kislotali muhitdagi eritmasi bilan natriy peroksid reaksiyaga kirishganda. Xo'p, demak, kaliy permanganati plyusdan natriy peroksidi plyusdan demak sulfat kislotasi. Natijada chiqadi kislorod, marganiz sulfati, xo'p, kaliy sulfat, natriy sulfat va suv. Endi reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, kaliy permanganatni oldiga 2, buni oldiga 5, buni oldiga 8, xo'p, kislorodni oldiga 5, xo'p, buni oldiga 2, keyin natriy sulfatni oldiga 5 va suvni oldiga 8 qo'yib reaksiyani tenglasak bo'ladi. Xo'p, ushbu reaksiyada olingan gaz, ya'ni kislorod, bu reaksiyadan demak kislorod olinibdi. Mana shu keyingi reaksiyada mana shu bu birinchi reaksiyada chiqqan kisloroddan foydalanamiz. Demak, ikkinchi reaksiya bo'ladi. Temir kukunsimon temirda yondirildi deydi. Ya'ni temir kukunsimon temirda yondirilsa, bu yerda qo'sh oksidi hosil bo'ladi. Xo'p, bu yerga 2, bu yerga 3 qo'ysak bo'ladi. Yondirildi. Hosil bo'lgan qora rangli qattiq modda, ya'ni temir qo'sh oksidi. Buni sariq bilan belgilaylik. O'zi bitta mahsulot bor. Xo'p, 3-nimada reaksiyada vodorod yodid bilan reaksiyaga kirishgan. Yodid kislota eritmasi degan bo'ladi. Xo'p, demak, temir 3O4 plyusdan demak yodid kislota bo'ladigan bo'lsa, bu yerda hosil bo'lgan temir birikmasi. Demak, temir 2 yodid va yod cho'kmaga tushadi. Keyin demak
suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, buni oldiga 3, buni oldiga 4 qo'ysak, kislorod bilan temir teng bo'ladi. Yodni tenglash uchun bu yerga demak 8 qo'yishimiz kerak. Hosil bo'lgan temir birikmasi ajratib olindi deydi. Mana bu temir 2 yodidni aytyapti-da bu yerda. Va suvda eritilib natriy karbonat eritmasi bilan ta'sirlashdi deydi. Xo'p, demak bu yerdagi temir yodid natriy karbonat bilan ta'sirlashadigan bo'lsa, natijada oksidlanish qaytarish shakilmaydi. Temir 2 karbonati va natriy yod 2 molekula, demak natriy yodid hosil bo'lib turaveradi. Ta'sirlashdi. Demak, shart bo'yicha bizga berilgan 4 ta reaksiyani molekulyar holatda yozildi va to'liq tenglashtirildi. Ushbu tipdagi savollar milliy sertifikatlarda va kirish imtihon testlarida albatta sizga kerak bo'ladi. Buni albatta hisoblashlar bilan yoki sertifikatning yozma savollarida ham demak asqotishligi mumkin. Mana shu tip doirasidagi demak savollarni sizga demak Telegram kanalimizda ushbu videodan keyingi postda 20 ta xuddi shunday tipdagi savolni tashlab beramiz va ko'rib demak ishlab o'rganishingiz mumkin. To'g'ri shu nimada qog'ozni o'zini misol uchun printerdan chiqarib ishlasangiz ham bo'ladi. Tagida demak yozish uchun alohida joylari bilan demak PDF fayl tayyorlangan. Demak, videolarimizni Kimyo Biz Telegram va YouTube kanallari orqali kuzatishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.